Sotuvda haqiqiy nemis texnikasi Mercedes Actors parvozbor Krone Persep bilan komplekt holatda sotilyapti. Tigaj 2016-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan masofasi 873 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Avtomat korobkada, keyin buni motori katta motordan 480 ot kuchga ega. Persep Krone 2018-yilda ishlab chiqarilgan, kubasi jami 125 kubani tashkil etadi. Moslari saf mos, o'tga lentakasi ham bor. Balonlari hammasi 90-95% tashkil etadi. Tigajchi AdBlue sistemalari 100% ishlaydi. Persepda keyin kuxna yashiqlarigacha bor ekan. Hamma uchun eng qiziq bo'lgan joyi, narxiga keladigan bo'lsak, 82 ming AQSh dollar deb aytilyapti. Tevasida yana kelishiladigan joylari bor. Manzil Toshkent, Sergeli. Egalarining telefon raqami har doimgidek videoni past qismida yozib qoldirilgan. O'zlariga aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Videoga like bosib, parvoz qidiruvga Full HD'dan ishlaga jo'natib qo'yish esdan chiqmasa, hammaga rahmat.